Salom, qadrli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun men siz bilan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Bu video sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga, ayniqsa pensiya to'lovlariga bevosita ta'sir qiluvchi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu ma'lumotlar siz uchun og'ir vaznli oltin qiymatiga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va har bir so'zni o'zingizga singdirishga harakat qiling. Bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi aprel oyi oxirigacha amalga oshirilishi shart bo'lgan 5 muhim qadam. Bu qadamlar sizning may oyidagi pensiya va nafaqa to'lovlaringizni kafolatlash uchun zarurdir. Agar bu qadamlarni o'z vaqtida bajarmasangiz, afsuski may oyida sizni yoqimsiz kutilmagan hodisalar kutishi mumkin. Ya'ni to'lovlar kechikishi yoki umuman to'xtatilishi xavfi mavjud. Shuning uchun hoziroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz sizga doimiy ravishda dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Muammo mohiyati, eski tizim va hozirgi o'zgarishlar. Avvallari nafaqaxo'rlar uchun pensiya to'lovlari jarayoni ancha sodda va ko'p hollarda avtomatik tarzda amalga oshirilar edi. Odatda bir marta pensiya rasmiylashtirilgach, nafaqaxo'rlar keyingi yillarda qo'shimcha hech qanday harakat qilishlariga to'g'ri kelmasdi. Davlat organlari o'zaro ma'lumot almashinuvi orqali pensionerning holati haqida yangilanishlarni olib turishardi. Misol uchun, shaxsning yashash joyi o'zgarsa ham, ko'pincha bu ma'lumotlar markazlashgan tizim orqali yangilanar edi va bu pensiya to'lovlarining o'z vaqtida yetib kelishiga ta'sir qilmasdi. Pensionerlar uchun eng katta tashvish faqat pasport muddatining tugashi yoki bank kartasining amal qilish muddatining o'tishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin edi. Bu holatlarda ham ular ogohlantirishlar olib, muammolarni osongina hal qilishardi. Biroq so'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va mablag'larning aniq manzillarga yetib borishini ta'minlash maqsadida jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar asosidan bir qator yangi talab va tartiblarni keltirib chiqardi. Endi davlat nafaqaxo'rlardan ayrim ma'lumotlarni muntazam ravishda tasdiqlashlarini yoki yangilashlarni talab qiladi. Bu bir tomondan byudjet mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlashga, firibgarlikning oldini olishga va qonunbuzarliklarga chek qo'yishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan har bir pensionerning holati va ehtiyojlariga moslashtirilgan yordamni ta'minlashga xizmat qiladi. Eng muhimi shundaki, bu yangi talablar va tartiblar uchun aniq muddatlar belgilangan. Hozirgi vaziyatda aprel oyi oxirgi muhim muddat hisoblanadi. Agar siz bu muddatga rioya qilmasangiz, yuqorida aytib o'tganimizdek, may oyida pensiya to'lovlaringiz bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu muammolar nafaqat to'lovning kechikishi, balki uning butunlay to'xtatilishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozirgi vaziyatda nafaqaxo'rlardan faollik va mas'uliyat talab qilinmoqda. Siz o'zingizning holatingizni doimiy ravishda kuzatib borishingiz va kerakli hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu tizimning murakkabligini tushunaman, ayniqsa yoshi ulug' insonlar uchun bu qiyin tuyulishi mumkin. Ammo azizlarim, bu jarayonlarni tushunish va ularga amal qilish sizning o'zingizning farovonligingiz uchun juda muhimdir. Main part 1. Kerakli ma'lumotlar, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q. Endi esa bevosita aprel oyi oxirigacha amalga oshirishingiz kerak bo'lgan 5 muhim qadamga o'tamiz. Har bir qadamni alohida, juda batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlarga tegishli ekanligini, nima uchun muhimligini va uni bajarmaslik qanday oqibatlarga olib kelishini tushuntiraman. 1. Pensiyani qayta ro'yxatdan o'tkazish yoki ma'lumotlarni yangilash. Bu qadam nafaqaxo'rning shaxsiy ma'lumotlarini har yili tasdiqlash yoki yangilash zaruratini bildiradi. Davlat pensiya jamg'armasi endilikda muntazam ravishda barcha nafaqaxo'rlarning ma'lumotlarini tekshirib borishni maqsad qilgan. Nima uchun bu muhim? Bu birinchi navbatda firibgarlikka qarshi kurashish, byudjet mablag'larining noto'g'ri manzilga borishining oldini olish va haqiqiy ehtiyojmandlarga yordamni kafolatlash uchun muhimdir. Ba'zida pensiya to'lovlari vafot etgan shaxslarning nomiga yillar davomida to'lanib kelgan holatlar ham kuzatiladi. Shuningdek, shaxsning yashash joyi o'zgarganda yoki bank rekvizitlari yangilanganda, bu ma'lumotlar yangi tizimda avtomatik ravishda aks etmasligi mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak?
Asosan so'nggi 1 yil ichida pasport ma'lumotlari, familiyasi, ismi, otasining ismi o'zgarganlar, masalan, turmushga chiqqan ayollar yashash joyini, doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish manzilini o'zgartirgan nafaqaxo'rlar tashvishlanishlari kerak. Shuningdek, uzoq vaqt chet elda bo'lgan yoki yashayotganlar, yotoqda yotgan, mustaqil harakatlana olmaydigan nafaqaxo'rlar ham diqqat qilishlari kerak. Ular uchun vakil orqali ma'lumotlarni yangilash yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilish zarur bo'lishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning pasportingiz, yashash manzilingiz, ism-sharifingiz va boshqa asosiy shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa va siz muntazam ravishda pensiyangizni olib kelayotgan bo'lsangiz, demak, bu band bo'yicha sizda jiddiy tashvish bo'lmasligi kerak. Biroq ehtiyot shart, doimiy ravishda ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirib borish foydadan xoli emas. Real hayotiy misol. Keling, 75 yoshli Fotima xolani tasavvur qilaylik. Fotima xola 1 yil avval o'g'lining yoniga, boshqa viloyatga ko'chib o'tdi va doimiy ro'yxatdan o'tish manzilini o'zgartirdi. Eski manzilida pensiya uni har oy pochta orqali kutib turardi, ammo endi u yangi manzilda yashaydi. Pensiya jamg'armasi avtomatik ravishda bu o'zgarishni har doim ham darhol aniqlay olmaydi. Fotima xola bu o'zgarishni pensiya jamg'armasiga ma'lum qilmagan edi. Natijada aprel oyida u pensiya to'lovida kechikish bo'lganini bilib oldi, chunki uning ma'lumotlari eski manzil bo'yicha turardi va yangilanish talab qilinardi. Agar u aprel oxirigacha murojaat qilmasdan bu masalani hal qilmasa, may oyidagi to'lovlar butunlay to'xtatib qo'yilishi mumkin edi. Bu Fotima xola uchun jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin edi. Ayniqsa uning uchun dori-darmon xarajatlari muhim hisoblanganini inobatga olsak. Yangi to'lov kartasiga o'tish yoki bank rekvizitlarini yangilash. Hukumat mamlakatda nafaqa va pensiya to'lovlarini to'liq raqamlashtirishni va naqd pulsiz shaklga o'tkazishni faol ravishda ilgari surmoqda. Bu to'lov jarayonini soddalashtirish, xavfsizlikni oshirish va pensionerlar uchun qulaylik yaratishga qaratilgan. Nima uchun bu muhim? Bu choralar pensiyalarni naqd pulda tarqatish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish, navbatlarni yo'qotish va mablag'larning o'z vaqtida hech qanday to'siqsiz yetib borishini ta'minlash uchun amalga oshirilmoqda. Ko'pchilik pensionerlar hali ham pensiyasini pochta bo'limlari orqali naqd pulda olishga odatlangan, ammo bu usul asta-sekin eskimoqda. Hukumat bank kartalariga o'tishni rag'batlantirmoqda, chunki bu eng samarali va xavfsiz yo'l hisoblanadi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz hali ham pensiyangizni naqd pulda, pochta orqali yoki eski turdagi bank kartalariga oladigan bo'lsangiz, bu sizga taalluqli. Shuningdek, bank kartasining amal qilish muddati tugagan bo'lsa yoki siz bankni o'zgartirishni istasangiz, tashvishlanishingiz kerak. Hozirda ko'plab tijorat banklari pensionerlar uchun maxsus takliflar bilan chiqmoqda. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yangi avlod bank kartasiga muntazam ravishda o'tkazilsa, kartangizning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa va siz bankingizni o'zgartirishni rejalashtirmayotgan bo'lsangiz, sizda bu borada muammo bo'lmasligi kerak. Real hayotiy misol. 80 yoshli Anvar boboni olaylik. U doimo pensiyasini qishloqdagi pochta bo'limidan naqd pulda olardi. Pochta xodimlari har oy uni kutishardi. Ammo oxirgi paytlarda pochta bo'limiga borish uning uchun ancha qiyinlashdi, chunki sog'ligi yomonlashgan. Yangi tartiblar joriy qilinganini eshitib, u aprel oyi boshida eng yaqin bankka murojaat qildi va maxsus pensioner kartasi ochtirdi. U o'z bank rekvizitlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etdi va endi pensiyasi to'g'ridan-to'g'ri kartasiga tushadi. Bu unga nafaqat qulaylik yaratdi, balki banklar tomonidan taklif etilayotgan qo'shimcha imtiyozlardan, masalan, cashback foydalanish imkonini berdi. Agar Anvar bobo aprel oyida bu ishni qilmaganida, may oyida uning pensiya pulini qayerdan olish kerakligi borasida noaniqlik yuzaga kelar edi, chunki pochta orqali naqd pul berish tartibi o'zgarishi mumkin edi. 3. Yangi ijtimoiy to'lovlar yoki subsidiyalarga ariza berish. Davlat aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida muntazam ravishda yangi ijtimoiy dasturlar va subsidiyalar joriy etadi. Bu to'lovlar ko'pincha manzilli yordam tamoyili asosida beriladi. Ya'ni ularni olish uchun nafaqaxo'rning o'zi murojaat qilishi va o'z ehtiyojini tasdiqlashi lozim. Nima uchun bu muhim?
Bu choralar qashshoqlikni kamaytirish, aholining ma'lum toifalarning turmush darajasini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Ko'pgina pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlar va yordamlar haqida bilmasliklari mumkin. Aprel oyida e'lon qilingan yangi subsidiyalar borki, ularga murojaat qilish uchun muddat aprel oxiri bilan cheklangan. Kimlar tashvishlanishi kerak? Yolg'iz yashaydigan, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi sifatida pensiya oluvchilar, bolalari yoki nevaralari qaramog'ida bo'lgan pensionerlar, shuningdek, kommunal to'lovlarni to'lashda qiyinchiliklarga duch kelayotganlar e'tiborli bo'lishlari kerak. Hukumat tomonidan kommunal xizmatlarga to'lovlar uchun subsidiya berish tizimi doimiy ravishda takomillashib bormoqda va bunga ham alohida e'tibor berish lozim. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz barcha mavjud imtiyozlar va subsidiyalardan foydalanayotgan bo'lsangiz va sizning shaxsiy holatingizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, bu band sizga jiddiy taalluqli bo'lmasligi mumkin. Real hayotiy misol, 70 yoshli Gulnora buvini olaylik. U yolg'iz yashaydi va erta vafot etgan qizining erta yoshli nabirasini boqadi. U o'zi pensiya oladi, lekin uning mablaglari nabirasining ehtiyojlariga ham ketadi. Yaqinda hukumat tomonidan boquvchisini yo'qotgan oilalar tarkibidagi pensionerlar uchun qo'shimcha moddiy yordam joriy etilgani e'lon qilindi. Bu yordamni olish uchun aprel oyining oxirigacha ariza topshirish kerak edi. Gulnora buvi bu haqda eshitib, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qildi. U yerda unga kerakli hujjatlarni to'plashda yordam berishdi. U o'z arizasini o'z vaqtida topshirdi va may oyidan boshlab unga qo'shimcha nafaqa ajratildi. Agar u bu imkoniyatdan foydalanmaganida, har oy o'ziga tegishli bo'lgan bir necha 100 ming so'mdan mahrum bo'lar edi. Bu mablag'lar uning nabirasining o'quv qurollariga yoki kiyim-kechaklariga juda zarur edi. 4. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar uchun qaramog'ida ekanligini tasdiqlash. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi shaxslar, masalan, marhumning voyaga yetmagan farzandlari, talabalari yoki nogironligi bor oila a'zolari o'zlarining qaramog'ida ekanliklarini ma'lum muddatlarda tasdiqlashlari talab etiladi. Bu ayniqsa ularning yoshi yoki ijtimoiy holati o'zgarganda muhimdir. Nima uchun bu muhim? Bu to'lovlarning faqat qonuniy ravishda belgilangan shaxslarga yetib borishini ta'minlash, suiiste'mollikning oldini olish va mablag'larning samarali ishlatilishini kafolatlash uchun zarur. Masalan, talaba o'qishni tugatsa yoki ishga kirsa, unga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi to'xtatiladi. Shuning uchun uning holatini muntazam tekshirish muhim. Kimlar tashvishlanishi kerak? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi talabalar, ularning o'quv joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Voyaga yetgan, ammo nogironligi tufayli doimiy qaramog'ida bo'lgan shaxslar, shuningdek, bolalar parvarishlash ta'tilida bo'lgan ayollar, agar ular ham boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olsa, tashvishlanishlari kerak. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya oluvchi bo'lsangiz, bu band sizga tegishli emas. Shuningdek, agar sizning qaramog'ingizda bo'lgan shaxslarning holati o'zgarmagan bo'lsa va ularning pensiya olish huquqi avtomatik ravishda tasdiqlangan bo'lsa, sizda jiddiy tashvish bo'lmasligi kerak, ammo baribir tekshirib qo'yish zarur. Real hayotiy misol, 20 yoshli Dilshod akasining vafotidan so'ng boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olardi, chunki u kollejda kunduzgi bo'limda tahsil olardi. Pensiya jamg'armasining bildirishnomasiga ko'ra, u har yili aprel oyining oxirigacha kollejdan o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim etishi shart edi. Odatda bu avtomatlashgan jarayon bo'lar edi, ammo bu yil tizimdagi o'zgarishlar tufayli bu ma'lumotnomaning qoldi taqdim etilishi talab qilindi. Dilshod bu haqida unutilib, ma'lumotnomani topshirmadi. Natijada may oyida uning pensiyasi kechiktirildi. Bu esa uning o'qish xarajatlari va kundalik ehtiyojlari uchun jiddiy muammo tug'dirdi. Agar u ma'lumotnomani aprel oxirigacha taqdim etganida, bunday muammoga duch kelmas edi. 5. Shaxsiy hisob-kitoblardagi yoki pensiya hisoblashdagi farqlarni tekshirish va xabar berish. Yangi raqamlashtirish jarayonlari va tizimlarning yangilanishi sababli ayrim hollarda pensiya miqdorini hisoblashda yoki shaxsiy hisob varaqda ma'lumotlar bilan bog'liq xatolar yuzaga kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi endilikda nafaqaxo'rlarga o'z pensiya hisob-kitoblarini mustaqil ravishda tekshirish va har qanday xato yoki nomuvofiqlikni xabar berish imkoniyatini taqdim etmoqda. Nima uchun bu muhim?
Bu nafaqaxo'rlarning huquqlarini himoya qilish, pensiya jamg'armasi faoliyatida shaffoflikni oshirish va har bir pensionerning o'ziga tegishli bo'lgan to'liq miqdordagi pensiyani olishini kafolatlash uchun muhimdir. Ba'zida ish staji, ish haqi yoki boshqa omillar noto'g'ri hisobga olingan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz pensiya miqdoridan shubhalansangiz, avvalgi ish stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb hisoblasangiz yoki umuman pensiya miqdorini tekshirib ko'rishni istasangiz, tashvishlanishingiz kerak. Bu ayniqsa yaqinda pensiyaga chiqqan yoki pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilgan shaxslarga tegishli. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz pensiya miqdoridan mutlaqo rozi bo'lsangiz va o'zingizning hisob-kitoblaringizda hech qanday xatolikka ishonmasangiz, shuningdek, sizning pensiyangiz uzoq vaqtdan beri o'zgarmasdan kelayotgan bo'lsa, bu band sizga jiddiy taalluqli bo'lmasligi mumkin. Biroq profilaktika uchun har doim tekshirib turish tavsiya etiladi. Real hayotiy misol: 68 yoshli Baxtiyor aka butun umri davomida zavodda ishlagan va katta ish stajiga ega edi. U pensiyaga chiqqach, pensiya miqdori uning kutganidan biroz kamroq ekanligini his qildi. Uning taxminicha, pensiya hisob-kitoblarida uning so'nggi 5 yillikdagi yuqori maoshli ish stajining bir qismi noto'g'ri hisobga olinmagan. Aprel oyi boshida u pensiya jamg'armasiga murojaat qildi va o'z pensiya ishining nusxasini talab qildi. Hujjatlarni o'rganib chiqqach, u haqiqatan ham bir necha yillik ish staji hisobga olinmaganini aniqladi. Baxtiyor aka shu zahotiyoq ariza yozib, xatolikni tuzatishni so'radi va uning ish staji hujjatlarini taqdim etdi. Agar u aprel oyining oxirigacha bu ishni qilmaganida, u har oy o'ziga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'dan mahrum bo'lar edi. May oyidan boshlab uning pensiyasi qayta hisoblandi va u har oyda taxminan 300 so'm ko'proq oladigan bo'ldi. Bu uning turmush sharoitini sezilarli darajada yaxshiladi. Main part 2: istisnolar, qiyinchiliklar va noaniq nuanslar. Bu yerda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan ba'zi muhim jihatlar, kutilmagan holatlar va tizimdagi noaniq nuanslarni ko'rib chiqamiz. 1. To'shakda yotgan yoki kasalxonada davolanayotgan shaxslar uchun, agar pensioner mustaqil harakatlana olmasa, ya'ni og'ir kasallik tufayli to'shakda yotgan bo'lsa yoki kasalxonada davolanayotgan bo'lsa, ulardan talab qilinadigan hujjatlarni shaxsan olib borish imkoniyati bo'lmaydi. Bunday holatlarda yaqin qarindoshlari yoki qonuniy vakillari notarial tasdiqlangan ishonchnoma bilan pensiya jamg'armasi yoki fuqarolarga xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qilishlari mumkin. Ba'zi hollarda, agar shaxsning holati juda og'ir bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari mahalla faollari bilan birgalikda uyga tashrif buyurib, kerakli ma'lumotlarni joyida tasdiqlashlari mumkin. Lekin buning uchun oldindan ariza berish va tibbiy ma'lumotnomalar taqdim etish talab qilinadi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun aprel oyining boshidayoq bunday holatlarni hal qilishga kirishish zarur. 2. Hujjatlar yo'qolgan taqdirda pasport, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi kabi muhim hujjatlar yo'qolgan taqdirda ularni tiklash jarayoni ma'lum vaqtni talab qiladi. Agar sizga shu hujjatlardan biri zarur bo'lib qolsa va u yo'qolgan bo'lsa, zudlik bilan ichki ishlar bo'limiga pasportni tiklash uchun yoki fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlariga FHDYO, nikoh guvohnomasi uchun murojaat qiling. Pensiya guvohnomasini tiklash uchun esa pensiya jamg'armasiga ariza beriladi. Bu hujjatlarni tiklash jarayoni ko'p vaqt olmasligi uchun tezkor harakat qilish juda muhim. Yangi hujjatni kutish vaqtida pensiya jamg'armasi sizning arizangizni qabul qilish uchun vaqtinchalik ma'lumotnoma berishi mumkin. Bu vaqtinchalik hujjat keyinchalik doimiy hujjat bilan almashtirilishi shart. 3. Muddati o'tkazib yuborilgan taqdirda, agar siz biron bir sababga ko'ra aprel oyining oxirigacha kerakli harakatlarni amalga oshirishga ulgurmasangiz, bu sizning may oyidagi pensiya to'lovingizni to'xtatilishiga yoki kechiktirilishiga olib kelishi mumkin. Ammo tushkunlikka tushmang. Ko'pgina hollarda ma'lum bir inoyat muddati mavjud bo'ladi. Ya'ni siz muddati o'tkazib yuborilganidan so'ng ham zudlik bilan tegishli organlarga murojaat qilsangiz, vaziyatni tuzatish imkoniyati mavjud. Bunda kechikish sababini tushuntiruvchi yozma ariza va agar iloji bo'lsa, kechikishni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, kasallik varaqasi taqdim etilishi talab qilinishi mumkin. Muhimi, har qanday holatda ham tezda harakat qilish va muammoni hal qilishga urinish.
Ba'zan 1-2 kunlik kechikish pensiyani may oyining oxirigacha yoki keyingi oy boshigacha olishga imkon beradi. 4. Maxsus toifalar uchun qoidalar. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, xizmat ko'rsatgan artistlar yoki olimlar uchun pensiya to'lovlari va imtiyozlariga oid alohida qoidalar va tartiblar bo'lishi mumkin. Ularga ko'pincha qo'shimcha imtiyozlar va yordamlar taqdim etiladi. Agar siz shunday toifaga kiruvchi nafaqaxo'r bo'lsangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlar va ularning talablari haqida pensiya jamg'armasidan to'liq ma'lumot olishingizni tavsiya qilaman. Ba'zan bu imtiyozlar avtomatik tarzda berilmaydi, balki ariza asosida rasmiylashtiriladi. 5. Firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Afsuski, pensionerlarning zaifligidan foydalanib, ularni aldashga urinadigan shaxslar ham bor. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank kartangizning PIN kodi yoki boshqa maxfiy raqamlarni notanish shaxslarga bermang. Pensiya jamg'armasi, bank xodimlari yoki boshqa davlat organlari hech qachon telefon orqali yoki Sims orqali sizdan bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar sizga kimdir telefon qilib, pensiyangizni rasmiylashtirishda yordam berish yoki yangi imtiyozlarni olishda ko'maklashish bahonasida pul talab qilsa, bu 99 holatda firibgarlikdir. Bunday holatlarda zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. Barcha rasmiy murojaatlar shaxsiy ishtirokda yoki davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. 6. Mahalla va oilaning roli. Yoshga ulug' kishilar uchun yangi tizimlarga moslashish, raqamli xizmatlardan foydalanish qiyin bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda mahalla fuqarolar yig'inlari, mahalla faollari, oila a'zolari va qarindoshlarining yordami juda muhim. Ular pensionerlarga kerakli ma'lumotlarni olishda, hujjatlarni to'plashda va tegishli organlarga murojaat qilishda yordam berishlari kerak. Yodingizda bo'lsin, qarindoshlarning g'amxo'rligi ko'p muammolarni oldini oladi. Amaliy maslahat: nima qilish kerak? Endi esa sizning har biringiz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Bu maslahatlarga amal qilib, siz may oyidagi pensiya to'lovlaringizni kafolatlashingiz mumkin. 1. Qaysi hujjatlar kerak? Pasport asli va nusxasi. Pensiya guvohnomasi asli va nusxasi. Bank kartasi agar mavjud bo'lsa va uning rekvizitlari, bankning IN raqami, hisob raqami. Agar ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, masalan, familiya, o'zgarishni tasdiqlovchi hujjat, nikoh guvohnomasi, ism o'zgartirish haqida guvohnoma. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi talaba bo'lsangiz, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma, o'qishni tasdiqlovchi. Agar yangi subsidiyaga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, tegishli ehtiyojni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, nogironlik guvohnomasi, oilaning daromadlari haqida ma'lumot. 2. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari, TXM, hozirgi kunda aksariyat pensiya masalalari bo'yicha murojaatlar TXM orqali amalga oshiriladi. Bu eng qulay va shaffof yo'l hisoblanadi. Siz o'zingizga eng yaqin TXMga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlari ba'zi murakkabroq masalalar, masalan, pensiya hisob-kitoblaridagi nomuvofiqliklar yoki shikoyatlar bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tijorat banklari. Agar siz pensiyangizni naqd puldan kartaga o'tkazmoqchi bo'lsangiz yoki bank kartangiz bilan bog'liq muammolarni hal qilmoqchi bo'lsangiz, xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qilishingiz kerak. Mahalla fuqarolar yig'inlari, MFI, ba'zi ijtimoiy to'lovlar yoki subsidiyalar uchun arizalar MFI orqali qabul qilinishi mumkin, ayniqsa uy sharoitini o'rganish yoki oilaning moddiy ahvolini tasdiqlash uchun. Shuningdek, ular sizga qayerga murojaat qilish bo'yicha dastlabki yo'l-yo'riq ko'rsatishlari mumkin. 3. Qanday qilib murojaat qilish kerak? Shaxsan tashrif buyurib, eng ishonchli usul. Kerakli hujjatlarni olib, yuqorida ko'rsatilgan tashkilotlarga shaxsan borishingiz kerak. Vakil orqali, agar siz shaxsan bora olmasangiz, ishonchnoma asosida yaqin qarindoshingiz yoki qonuniy vakilingiz sizning nomingizdan murojaat qilishi mumkin. Ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishi shart. Onlayn platformalar orqali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz orqali ham ba'zi xizmatlardan foydalanish mumkin.
Biroq ko'pgina pensiya bilan bog'liq masalalar hali ham shaxsiy tashrifni talab qiladi. Shuning uchun, avvalo kerakli xizmatning onlayn mavjudligini tekshirib ko'ring. Tort. Nima so'rash kerak? Murojaat qilayotganda aniq savollarni bering. Masalan, aprel oyi oxirigacha pensiyamni olish uchun qanday hujjatlarni yangilashim kerak? Pensiyamni bank kartasiga o'tkazish uchun nima qilishim kerak? Men qanday yangi subsidiyalarga ariza berishim mumkin? Har bir murojaatingiz uchun rasmiy qabul qilinganligi haqida ma'lumotnoma yoki ariza raqamini oling. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelgan taqdirda sizning murojaatingizni tasdiqlovchi hujjat bo'lib xizmat qiladi. Eng muhim maslahat: kechiktirmang. Har bir daqiqa qimmatli. Aprel oyi oxirigacha qolgan vaqtni samarali ishlating. Hujjatlaringizning barcha nusxalarini olib boring. Taqdim etilgan har qanday hujjat uchun nusxalarni o'zingizda saqlang. Bu sizning kelajakdagi muammolaringizni hal qilishda juda foydali bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videoda siz may oyidagi pensiya to'lovlaringizni kafolatlash uchun aprel oyi oxirigacha amalga oshirishingiz shart bo'lgan 5 muhim qadam haqida batafsil ma'lumot oldingiz. Biz bu jarayonlarning nafaqat har bir pensioner uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda, balki umuman davlatning ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishda qanchalik muhim ekanligini ko'rib chiqdik. Yodingizda tuting, oz vaqtida amalga oshirilgan harakatlar sizni kutilmagan qiyinchiliklardan himoya qiladi va davlat tomonidan ta'minlanayotgan ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdan to'liq foydalanish imkonini beradi. Har bir pensionerga o'zining huquqlarini bilish va ulardan samarali foydalanish juda muhim. Agar siz o'zingiz bu ishlarni amalga oshirishda qiynalsangiz, oila a'zolaringizdan, yaqin qarindoshlaringizdan yoki mahalla faollaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga albatta ko'maklashadi. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Shu sababli iltimos, ushbu video ostidagi izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar sizda shu masalada qo'shimcha savollar bo'lsa, ularni ham bemalol bering. Biz barcha savollarga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu bizni yanada foydali va dolzarb kontent yaratishga ruhlantiradi. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha